To'xta deyman. Qaçma, to'xta. Singlingni nemishqa qo'g'laysan? U o'zi debbasin bova. Bova, men hech nima qilmadim. Yolg'on aytqinni qara teqi. Sizlarga zodi nim bo'ldi? Kechirgin bova, u meni terik turib, ochig'imni keltiribdi. Qara o'g'lim, har qancha ochig'ing kelgan taqdirdimi, hech qachon yomon so'z qilmasliging lozim. Bolarim, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom musulmon tili va qo'li bilan boshqalarga ziyon yetkazmagan kishidir degan. Şoňa biz başqalarga silliq sipoya muomala qilishimiz hamda chiroyli so'zlarni qilishimiz lozim. Kechirgin bova, nasihatlaringni cho'qim esimda saqlayman. Kechirimni singlingdan so'rsang, texmi joyida ish qilgan bo'lasan o'g'lim. Sendan kechirim so'rayman, umaq singlim, meni kechirgin. Angladingmi qizim? Akang aplashib qolayli deb sendan kechirim so'rayotdi. Senmi gap qilmay qarab tursang bo'lmas qizim? Bo'ladi, seni kechirdim aka. Ha, endi yaxshi bo'ldi qizim. Musulmon mana mushundoq bo'ladi. Musulmonlar har vaqt atrofdagi kishilarga silliq sipoyi muomala qilishi kerak. Endi sizlarga payg'ambarimizning hayoti haqidagi voqealiklarni so'zlashni davomlashtiraymi bolalar? Ajab yaxshi. Biz shularni anglaylik deb sizni izlab olgan edik. Amsi boshladim bolalarim. O'tgan qatim payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi hikoyani so'zlab, Abdul Muttalibning o'g'li Abdulloh bilan Aminaning to'yi haqidagi yerda to'xtagan edik. Mübarek bo'lsin. Rahmat. Allah seni o'z panohida saqlasin. Rahmat. Qiz tarafning uyiga qachon bormoqchi bo'lyaptilar? Ata, ballarim bilan birga yo'lga chiqamiz. Meningmi Yasribda qiladigan ishim bor edi. Malol ko'rmay menimi ilib olgan bo'lsizlar. Albatta bo'ladi. Habeşistan padişahı, Yemen devletinin sultanı, Necaşi alileri yaşıgayla. Kelginingni qarshi olamiz. Yemen hakimi Abraha. Yemenning ahvoli qandayroq? Hürmetlik alilerinin iltifatida diyarimizda tinish, xotirjamlik hüküm sürüvatıdı. Huzurimga isil soğuk salamlarını etkepsen. Tolumu yaktırdım. Yemen'de sansanaksız mal dünyaga erişken okşumamsen? Canabi alilerinin saltaneti aldıda elip kelgenlerin fakat denizden bir tamçı. Yemenlikler devletimizge karşı hareketli bolmagandı. Ular hükümranlığına boysunup yaşavatam diye. Çaresiz iş yok saltanetlik alileri. Canaplarının hükümranlığındaki başka vilayetlerge okşaş, diyarımızda mı tiniş amanlık hüküm sürüvatıdı. Hatırcam boldum. Ondaq diyeni başka mesele bolsa tatınmay sözle. Alileri, mühim bir mesele var idi. Qine eti? Huzurluğuna kelip etip, kallamga bir plan kelip kaldı. Alileri icazet kılamdırlıkken bilmedim. Nemi plan? Qine eti baqqine? Hürmetlik alileri, Yemenlikler ve onun yakın etrafındaki kişiler bir ibadetxanaga çoqunudu. Qol ilikidiki mal mülkini şu ibadetxanaga ataydı. Fulqum sende Abraha. Egerligen işençlik malumatlardan qaraganda Yemenlikler mal besatını, qurbanlığını her yılı ma'lum bir pasilde Mekke şehrdeki Kabe degen konu ibadetxanaga ilip bararmış. Ular hacı buluş üçün Kabe'ni tavaf kılarmış. Kabe'ni bek uluk bilermiş. Ama nemi üçün şunda kıldıqanlıqını bilelmedik. Nime? Ular qurbanlıqni aşı cansız taş butlarga beremdiken, but ularga hech qanday ish qilib beremaydigan cansız heykel tursa, acaba ular buni bilmemdikene? Alileri, mening bir planim var. Qani aytqin. Bir çare amal tepip, ularning ibodatgohini Yamanga yo'tkazsak, u chaqda nurg'ulg'an boyliqlar alilerning xazinasiga o'zligining kiratdi. Abraha, qanday qilay deysan? Alileri, meningcha bu yerga to'limi ko'rkam, hashamatli bir cherkov salsak, cherkovning ichini chiroyli bezsak, Yemenlikler hac ibadetlerini bu cherkovda qilsa deyman. Agar bu plan ishga eshib qolsa, ularning bütün mal dunyoları bizning bo'ladi.
ular Ka'bani tashlab bu chirkovga kelarmi? Haj faoliyatini chirkovda qilarmi? Alilari, menimcha ular cho'qim shundoq qiladi. Chunki ular nodon xalq. Bu nodonlar chiroylik, hashamatlik bir chirkovning borligini bilsa, u koni uyga hargiz bormaydi. Ka'ba oddiy bir uy. Ular bundoq hashamatlik uyni ko'rsa, oldi keyniga qaramay Ka'bani tashlab bu yerga kelishidi. Bundoq bo'lganda bizmo maqsadimizga osonla yetamiz. Abraha, bu bo'ladigan plan ekan. Men obdanroq o'ylanib, ondan sana javobini beray. Chirkovga nima deb ism qo'ymoqchisan? Ismini Al-Qalis qo'ysa qandoq bo'lar olilari? Qalis bizning tilimizda kiris degan ma'noda. Al-Qalis, o'sha hashamatli chirkovga loyiq ism ekan. Ey qo'mondon, Yamanliklardan xabar bormi? Kiris chirkovi haqida bir yaxshi xabar bormi? Hozircha hech qanday xabar yo'q. Bu ish biz o'ylagandek uncha oson ishga oshmaydigan o'xshaydi. Qandoq deysan? Payloqchilarimizning ma'lumotiga qaraganda, arablar bu taklifga rozi emasmish. Buni qabul qila olmasmish. Ular faqat Ka'bani ulug'larmish. Yamini kelsa Ka'bani qo'dash uchun urush qilishga tayyormish janoblari. Hozircha ular xalqini degash tursin. Vaqt kelganda yana qilish chiqsa, ularga majbur qabul qildirishga biz bor. Ularning hozirgi pozitsiyasi kayfiyatimizga ta'sir yetkazolmaydi. Bilsang, ular chiving'ini chekila olmaydigani haq. Men bu xalqning adabini obdanroq berib qo'ymasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Ularning kabisi ulug'mi yoki biz soladigan bu chirkov ulug'mi? Qarab tursin. Ularga buni bildirib qo'yaman. Merhaba Baraka. Aminaning ahvoli qandayroq? Obdan turib Ahvoli yaxshi. U meni bozordan o'ziga kiyim elib kelishga buyurgan edi. Mana bozorga ketyapman. Aminaning tug'i yaqinlab qoldi-ku deyman. Hozir ahvoli yaxshi-ku, ha? Texi vaqti bor-ku deyman. Alloh uni va homilini o'z panohida saqlasin. Aminaga salomimni yetkaz. O'g'lim Abdullohni Shamga avatgan edim. Bugun kech Aminadan ahvol so'rag'li, yeni kirdiganligimni aytqin. Bugun mushinchilik bo'lsin bolalarım. Alloh xolisa hikoyaning davomini ati aytib beray. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح تروى
شكرها